Assalomu alaykum. Iftorlikdan so'ng sizning ham menga o'xshab issiqqina choy bilan biror shirinlik yegingiz keladimi? Unda ushbu video aynan siz uchun. Og'izda eriydigan mazali venskiy pechenyelarni tayyorlab berib, siz ham oila a'zolaringiz duosini oling. Og'zingizda eriydigan ushbu pechenye oddiy masalliqlardan tayyorlanadi desam ishonasizmi? Ularga ikkita tuxum chaqib miksirlashga boshlaymiz. Miksirlash davomida 200 g shakar solib, miksirlashni davom ettiramiz. Tuxumimiz rangi o'zgarguncha yaxshilab miksirlaymiz va eritilgan saryog'imizni solib, yana 2 choy qoshiq razrikli aralashtirib, massamiz ustiga elakdan chiqazib olamiz. Va barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtirib, xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirimizni 3dan 1 qismini kesib olib, o'rab, muzlatgichga muzlaganini qo'yib qo'yamiz. Qismini ham yana qayta dumaloq qilib, sovutgichga qo'yamiz. Yarim soat sovutgichda qo'ygan xamirimizni olib, pergament qog'oz ustiga yoyishni boshlaymiz. Yoyib olgan xamirimizni duxovka listimiz ustiga olib, list bo'ylab chiroyli shakl berishni boshlaymiz. Chiroyli shakl chiqarib olganimizdan so'ng, nachinkamizni tayyorlashga o'tamiz. Men nachinkasi uchun olmali jemdan foydalandim. Siz uyingizda bor har qanday murabbodan foydalansangiz bo'ladi. Yarim litr olmali jem ustiga 2 osh qoshiq kraxmal solib, yaxshilab aralashtirib, xamirimiz ustiga quyamiz va xamir bo'ylab bir tekisda yoyib olamiz. Qalinlikda xamir chiqarib olganimizdan so'ng, gaz pechimizga pishgani yuboramiz.